Tövəndə hozurunlağı to'liq o'tir maktab hayoti tasvirlangan oltin böşükdə əlləyləngan çağlar nomli yazmını sunaman. Bu yazmını mən 2014-yılı 30 martda yazgan bo'lib, bu yazmani ana maktabim Qizilsuv oblastlik 1-o'rta maktabdagi hurmatli ustozlarim va 1988-yılı to'liq 3-yillik 4-sinfni bitirgan barliq saboqdoshlarimga bag'ishlayman. Kümüşdek yaltıraydı qarlıq dağla, yeşillik dünyasıdır etekleri, idirla nartögünün örkişidek, bağrıda yelpinidu çiçekleri. Kaptal ve ciraları yeşil cangal, qaragayla sama bilen boytalaşkan, idirla aralıqı koyuk çatkal, yap yeşil tuqaylıqla kucaklaşkan. Yer bilen hayırlışıp kön patıdı, ufukla kızırıdı yalkın dolup, söyümlük kişilerge açar kucak, avulla derya boyu salkın bolup. Tincimas ana avul oygaq derya, sır elip kız yigitler külüşidin, tincimas ay parlagan güzel dünya, cırcırlap garmon tartıp yürüşidin. Mihman dost çeksiz yaylak yeşil yaylak, şunçken şunçi yeşil şunçi azim, kayakka nazar salsan güzel hayat, güzeldek tuyuludu bar kainat. Ulug'chat naisida to'liqsiz o'ttirda o'qivatgan chig'imda adabiyot darsligimizga kirgizilgan talantli shoir Qurbon Barat apandining 1962-yili yozilgan Yeshil hayot nomli bu she'rni qancha qitim o'qiganim esimda yo'q. O'smirlik qalbimga chechilgan adabiyotga bo'lgan havas urg'ining mana shundaq esil she'rlarni o'qish orqali bix surganligida shak yo'q. Men har qaysi bir materialda Qurbon Barat apandining Qizilsuv oblastlik 1-o'rta maktabda o'qiganligini ko'rgan edim. Uning ustiga ata-onamni to'liq o'ttirini mushu maktabda o'qigan bo'lg'achqa, mening bu maktabga ham hurmatim bor edi, ham uning cho'nqur havas qilatdim. 1985-yil 23-avgustda Ulug'chat naisida yer tavrash sababidan Nahiylik ma'rif idorasining boshlig'i, ma'muriy tavallik jihatdan oblastlik o'rmon maydoni qaraydigan Kanshvar Tuzlan o'rmon maydonining o'quvchilarining Nahiylik 1-o'rta maktabda uzluksiz o'qishini rad qildi. Shu chaqlarda dadamning bu balalar o'qishsiz qolsa bo'lmaydi deb jiddilashib ketganlari hozirm esimda. Dadamning biz uchun ko'rsatgan fidokorligiga cheksiz rahmat. 1985-yil avgustning oxirida to'liq 1-yillikda o'qish uchun Ulug'chat Nahiylik 1-o'rta maktabga Bardıqda biz burun yatqan yataqlarning ko'mpaykum bo'lganini, yangidan selingan o'qitish binosining yerimining o'rilib tushganini ko'rdik. İçimiz ochiq bo'ldi. Tabiatdan kelgan balaga nima mal? Shuning bilan chidir o'ylarni ham yataq ham sinf qilishga majbur bo'ldik. O'qish boshlanib 2 haftagacha yarim kun chidir o'yda dars o'qisak, yarim kun o'rilib ketgan o'ylarning yog'och teshini ayirish bilan mashg'ul bo'ldik. Nahiylik ma'rif idorasining qaroriga amal qilolmagan dadam ayni chaqda o'zi o'qigan oblastlik 1-o'rta maktabdagi ustozlari va saboqdoshlari bilan aloqalashib, bir shanba kuni atdiganda idoramizning shofiri Husanjon To'landi akaga Azat markali qora mashinani haydab maktabimizga keldida 20-30 dak o'quvchining yotqanini ko'rib, sanduqlarimizni chedir o'ydan ko'tarib tuzib, mashinaga bosqizib, hammalarni o'rmon maydoniga olib ketdi. Bu ishlar jiddiy yuz berganlikdan cho'nqur mehrimiz bor saboqdoshlar o'zaro xotira almashtirisholmayla, o'qituvchi va saboqdoshlarimiz bilan chalpuli xo'sh deyishib, o'rmon maydonidagi uyimizga bir xil tasvirliksiz qiyin ro'yi holatda, ya'ni ham bu yerdan qiyolmaslik, ham yangi yerga bo'lgan tashvish ishda qaytdik. Shanba kuni uylarimiz bir qo'ngandan keyin dadam atsi, ya'ni yakshanba kuni hammalarni shu qora mashina bilan elib otishga, ya'ni otishga joylashgan Qizilsuv oblastlik 1-o'rta maktabga elib kirdi. Mobada dadam ashunda kaskin tadbir qo'llanmagan bo'lsa, bizning o'qishimizga boshqa biror ko'ngil bo'lar emaskan. Shu chog'da men dadamning chiroyidan bir xil kuchlik ochiqni his qilgan edim. Chunki u Nahiylik ma'rif idorasining boshlig'i bilan bizning o'qitish masalasida o'rindiq mushtlashib ketgan ekan. Dadam uning baldaringni o'qitib qo'yibsiz, bizdan ta'minotni jab ketibdir degani bekor kelgan ekan. Oblastlik 1-o'rta maktabga kirib, ayni chaqda balkim Qurbon Barat apandilar lay etib qish qo'yib sog'an o'ylab bo'lsa kerak.
Ya'ni shoirning shu maktab qurilganligining 30 yilligiga atab yozgan "Sen burkut o'visi, sen oltin bo'shuk" degan she'rda mush tasvirlar bor. Biz bir xil ozoda ham cho'ng silingan o'ylardan birini yatoq qilib o'rinlashdik. Odam degan o'zi tug'ilib cho'ng bo'lgan, mahalla ko'ydan, tog' daryodan, mehri singan, ustuni tushgan, tonish tuproqdan kichikini yiroqqa bosima, uni musofirlik tuyg'usi bosadi ekan. Bo'lmasa, otish degan mening ajdodlarim operida bo'lgan ana zamin. Ko'pchilikning esida bo'lsa kerak. Urumchida muzeyxonada 10 ming yillik tarixiga otish odamning toshga aylangan bosh so'nki bor. U tosh dal otishning og'u yesidan tepilgan. Mening dadamning ana ham ota taraf ajdodlarimizdan kelib chiqishi mana shu og'u degan tog'lar orasiga joylashgan, havosi sap, suvning beshi bo'lgan so'yimli go'zal makondan bo'lib, nurg'un zamonlar ilgari bu yerda yashagan ajdodlarimizning avlodlari ko'payib, ularning farzandlari og'uga o'xshash havosi sap, shu chog'larda yeri mo'l, suvi alvak bo'lgan ustun otishining qayroq tavasiga ko'chib yerlashgan ekan. Shun cho'nglar o'zlarini hozirmi og'urg'i bez deb qo'yishidi. Men bu vaqtda Yurtlar Söygüsü degan yozmamda to'xtaldim. Garchi o'zim ana yurtimda otishda bo'lsam-mu, tog'da tug'ilib, tog'da o'sganligim, biroqli shaharga uzun muddatli o'qishga kirganim uchun az-to'la yetirqash tuyg'usiga cho'mdim. Chunki kichik o'smirning ko'rgani az, his tuyg'ulari sabiyda. Amerikaliklarda Xudo bir ishni etib olsa, yana bir ishni echib berdi degan gapi bor ekan. Bu bizdagi kech qo'ygan Xudoyim och qo'ymabdi degan so'zga barobar meningcha. Hayotdagi ba'zi ishlar bir qarasang rost shundoq bo'ladi ekan. Yilqi ma'rifiy idorasi boshlig'ining avtonomiya huquqini bizga ishlatishi oxiri bizga foydali bo'lib chiqdi. Shu tufayli bizning otishning bozor ichiga joylashgan Qizilsuv oblasti 1-o'rta maktabga kirganimizmi nihoyat yaxshi bo'libdi ekan. Nima degan bilan cho'ng yerning cho'nglik bor ekan. Bu maktabda har qaysi donliq oliy maktablarni bitirib kelgan tajribali o'qituvchilar bo'lib qolmasdi yana Ot shahar tavasida o'qishdagi aloqachiligi bilan dong chiqargan o'quvchilarmi bor ekan. Otish degan ajoyib yurt. Odamlari jamiyatda kimning holi o'qitning yaxshi ekanligiga diqqat qilsa, maktablarda kimlarning bolasining a'lochi o'qiydiganligiga diqqat qiladi. Kishilar bu xil qiziqish orqali turmushda yoki o'zlariga o'rnak izlaydi ekan, yoki farzandlariga ulga. Endi o'ylasam, kishilarning uning har ikkisiga nazar og'dirishi to'g'ri ekan. Ya'ni ular ikki qo'lda iqtisod va ma'rifatdan iborat ikki muhim narsani chang tutishga ahamiyat beradi ekan. Qizilsuv oblasti 1-o'rta maktabning to'liq o'rta sinifiga Otish shahrining har qaysi yeziliq to'liqsiz o'rta maktabni bitirib, imtihondan layoqatli bo'lgan o'quvchilar va oblast tava yiroq yaqindagi chorvachilik, o'rmonchilik va dehqonchilik maydonlarida xizmat qiladigan xizmatchilarning farzandlari kelib o'qiydi ekan. Biz Kanshvar tuzlan o'rmon maydonidan kirgan o'quvchilardan uchimiz, ya'ni Anvar Abla, Mamatjon Umar to'liq 1-yillikqa o'qishga kirgan edik. Maktab ilmiy o'qitish bo'limi Anvar Ablani Eli Umar ismli universitetda Xitoy tili kasbini bitirgan, siyosatdan jonliq foydalanadigan, ya'ni shopirlik aqqanda shopir, o'qitishlik atvorlangan o'qituvchi bo'lgan, o'z ishiga puxta bir o'qitish sinf mudir bo'lgan, to'liq 1-yillik 1-sinfga. Men bilan Mamatjon Umarni to'liq 1-yillik 4-sinfga taqsim qilishdi. Bizning sinfda 50 ga yaqin o'quvchi bor edi. O'quvchilarning ko'pligidan hammamiz har xil ohangda o'zimiz bilganini so'zlab, xuddi har kuniga harlar hujildashgandek hujildashib, odamning mengisini yab ketishatdik. Shu chaqlarda otishning har qaysi yezi odamlarning so'z talaffuzida oz-to'la o'zguchilik, ya'ni ohang xosligi bo'ladigan. Balkim radio, televizorning kengri o'rnishi bilan bu o'zguchilikni yo'qlayotgan bo'lsa kerak. Masalan, og'dan kirgan o'quvchilar "Navadan?" desa, ustun otishdan kirganlar "Nima dasi dema?" Sho'roqdan chiqqanlar "Qayda qiting?" desa, "Meydin kelganlar tang qitamdi, tang itotamdi" deyishib so'zlashib ketishadi. Men garchi tog'liq rayonda cho'ng bo'lgan bo'lsam-mu, so'z ohangimda bir o'zguchilik yo'q edi. Bizning sinfdagi saboqdoshlarning ichida oblast qarashli Opalga yaqin yerga joylashgan markaziy baxmichilik maydoni degan yerdan kelgan Tursunjon Yusuf ismli bir saboqdoshimiz bo'ladigan. Uning so'z ohangi texmi o'zguchi bo'lib, o'zguchiligidan bakla qiziq edi. So'zlasa oxirgi so'zi poyezdning vagonidek uzrab ketadigan, ya'ni "Atmamsa, qilmamsa" uning qora rangli so'knay shapkasini kiyib turib, so'z qiyganda ovozlarini so'zib gap qilib turgan qiyofatlari hozirmi esimda. Ya Allah. Bu biz tog'dan kirgan Mamatjon ikkimizning dastlabki holiga. Bu maktabga 2 hafta kech kirganimiz uchun hamda bu shaharlik bolalarni bilmaganimiz, boshqa yerdan kirgan bolalar top bo'lib kirgani hamda ularning to'pliq eng kuchli bo'lgani uchun dastlabki hafta bu ikkimiz yetim baldak bo'ynimizni qisib qoldik.
Özünün 14-15 yaş ekanligiga qaramay, yar bilan o'ynab o'tib, sundi mening nozik qulim deb uzun barmoqlar bilan dudlarini qarat payz chilib sho'xlik qilib qo'ydigan Mehmetcanmi jimib ketdi. Yo'g'on ko'zlarini piyaldek paqirtib atrofdagilarga yitirqlab qaraydi. Men darsda bu shaharlik bolalarning keyinda qolamizmi deb andishida. Eng oldingi partiyadan bo'ynimni so'zib, xuddi uvisidan beshini chiqarib, tabiatga qo'rqib qarayotgan bola tushgandek keynimga qarab, "Bormisan?" degandek qilib Mehmetcanga qarab qo'yman. Uningdan madad izlayman. Bizning sinf mudirimiz universitetda matematika fakultetini a'lo o'qigan Erkin muallim edi. O'zini aytib ochiq yo'riq, darsni yaxshi so'zlaydi. Erkin muallim Mehmetcanni egiz bo'y bo'lgani uchun sinfning keyinda o'ltirg'izdi. Men pakaroq bo'lganim uchun sinfning oldidagi partada o'ltirg'izdi. Ta'limga yana bir dushanbasi darsga kelsam, mening partamda ko'k ko'zlarini tashqi planetning odamlarining ko'zlaridek paldirlatib, bir hafta burunqi mening oltimda yatsirab birisi o'ltirdi. Qarasam, ustidan o'chardiki, March Talibjon akamning o'g'li Anvar ekan. Uni ko'rib, meni ko'rib qo'shib ketdi. Men har yili yozliq ta'tilda tog'dan o'chadagi cho'ng dadamning uyiga kelganda, cho'ng dadamning qo'ylarini navri tuqqanlarim bilan birga sahar qo'pib mahallining itizliklarida beqishib beratdim. Anvarmi qo'ylarini baqqil chiqardi. Shu yerda biz tanishib do'st bo'lishgan edik. Yana u mening bola do'stim edi. Biz ikkilimizga jon kirdi. Ikki degan hamon birdan cho'ngda. Vaqt o'tgan sari har yerdan kelgan saboqdoshlar bilan asta-asta tanishishga boshladik. Endi o'ylasam, u 50 dan ortiq saboqdoshlarimning hammasining ismi to'liq qolmabdi. Qizlarga qaraganda o'g'illar yaxshi esimda qoldi. Birovning esida qolishing uchun asli qolgudek biror ish qilishing kerak albatta. Sinfimizga og'izdan kirganlardan Ilhom, Anvar Mo'min, Yolqin, Nijat Vohid qatorliq o'g'illar hamda O'rgul, Tursungul Tudi, Rayangul Lahaq ismli qizlar bor edi. Ilhom o'zi soqol burutliq bo'lg'achqa, uningga Ilhom Burut degan laqab darhol sindi. Ammo uningga haqsiz singan laqab ko'zdagdim qandaq bir yili Örümchidan bir serik o'miga otishga kelib o'yin qo'ygan edi. Ilhom serikni ko'rgan og'zidan o't chiqarish o'yini qiziqib qilib, yotoqqa qaytib kelgandan keyin bir butilka benzinni og'ziga tekkizib serikchini do'rayman deb yuziga o't qo'yib olib, soqollari ko'yib ketib, necha ay itning yig'ini yuziga surkab, yurakli qoldi. Ko'chaga chiqolmay, azob va ovorchilik tartib yurgan edi. Sho'xlikni azroq qil, yosh bola, sho'xlikdan xapilik chiqa degan mushu bo'lsa kerak. Anvar Mo'min ağıdaki bir qurilishni o'ddiga ağıçı, yani Mo'min ismli qurilishni o'ddiga ağıçının oğlu bo'lib, o'z chiqib puxta, tirishchan, shundaqla tantarbiyaga erisman futbolni chiroyli o'ynaydigan, yugurish surati sinf bo'yicha tez, chambachilik kuchli kavsi babal edi. Pirqirab pashva etishga mahir edi. Barmoqlari bilan qum xaltini urib o'ynaydi. U mening darsda yaxshiligimga havas qilib, men uningdagi pashva etishga havas qilib, to'liq o'ttirini bitkizlatgandik. Yolqin o'zi ko'k ko'z, ta'tir ustigan, mijozi eg'ir, ammo tutib qolsa, ses gapni quchqashning poqadak chiqarib qo'ydigan bola edi. U oblastdan tarbiya idorasining chilish komandasi bir mazgil tarbiyalangan edi. Yo'q, ammo bir haqiqatan rasmiy musobaqa tushib boqqani yo'q edi. Demak, u yiliq ko'k rangli bir yurish tantarbiya kiyimini bikoq kiygan, mo'min bilan buloqmandni bikoq kiygan edi. Nijat Vohid Ağa o'tir maktabdagi danliq tarbiya o'qituvchisi Vohid muallimning o'g'li bo'lib, o'zi egiz bo'yliq, voleybolni nihoyat yaxshi o'ynaydigan, sho'x ham qiliqlari ayyoq birisi edi. O'rgulni ko'rgan odam cho'qim Irland yilik deb qoladi. Uning ko'zlari shu qadar ko'p-ko'k ekanki, bayini ilqi bundan 30 yil ilgari dunyoga mashhur National Geographic degan jurnalning muqofasiga chiqqan afg'on qizining ko'zining o'zi edi. Hammadan Tursungul Turdining Ili Ömer muallimning Xitoycha darsidagi bir ish esimdan chiqmaydi. Tursungul rangi ro'yi qizg'ochroq, bakli qanşarliq burni uzun qiz bo'lib, bir qatimliq dars vaqtida Ili muallim uni Fangji men degan darsga xam so'zlarni o'qishga buyurdi. Tursungul o'rnidan turib tushib ketdi og'a hangda. Fangji men. Oy, a doskaning beshini o'qing dedi muallim kulib ketib. Dars teksti 13-dars edi. Deysanki, bu uzun ahani Xitoycha emas, Uyg'urcha, ya'ni kelib otishning og'a pardasida muallim yana bo'yyor. Zaylayib yana bir qatim. Neçə qitimlab oxusunu Tursungulning ahangini o'zgarish bilan degan. Ballar kulib ketishdi. Odam deganning shaytoni ba'zi tutdi degan desa, 2 mo'ramga kunda 9 qitim siplab turganimni qaramay, shu kun mening shaytonligim tutib ketdi. Men bu ballarning kulginiga Tursungulning chiroy turqi qarab kulib tashladim. Bichara Tursungul tirnoqni tatlab birdan muallimga, birdan ballarga qaraydi. Rayhangul Lahatma qanchalik qiz bo'ladigan, ammo dars yaxshi edi. Biz o'qish bitirganda sinfimizdagi a'lochi o'quvchi Qaysar Soppor va men ikkimiz Qashqar pedagogika institutining imtihonsiz qabul qilish fursatini rad qilgandan keyin bu fursat qushi Rayhangul Lahatning beshiga qo'ndi.
Rayhangul Lahat biz to'liqni bitirgan 1988 yili may oyida Qashqar pedagogika institutiga imtihonsiz qabul qilindi. Suntaq yezdidan Ablay Ablas, Masaq, Boysham, Emmigul, Havagul, yani Havigul deb qo'yatdik. Aysajan, Aygul, Turg'un Imom Hasan qatorliq saboqdoshlar, ya'ni Dolqin Akbar, Ayzimgul qatorliq saboqdoshlar bor edi. Ablayning bo'y turqi men bilan tang bo'lib, mijoz o'chi xushxuy edi. Uning bilan men va Immigul, Rayhangul Lahatlar birlashib, men yozgan Yanchuqchi nomli idotni maktab sahnasida o'rindab chiqib, birinchi darajalik mukofotga erishgan edik. Masaq kichik peyil bola bo'lib, ko'ngilning yerimi o'qishda, yerimi pul tepish dedi. Kitoblarni quchoqlab olgani bilan sapma oyog'ini kiyib olib, to'laroq vaqtda uydagilarga yordamlashib, ushaq tijorat bilan shug'ullanib qo'yatdi. Keyin uni tijorat cho'p ketdi deb anladim. Bu Aysham egiz bo'y ustiqonliq kelgan, kamsiz ammo tirishchan qiz edi. Immigul mijozi to'limi o'choq kulib yuradigan qiz bo'lib, Suntaqdan har kuni ayolchi velosiped minib, o'zini xuddi mayatga o'xshash tavritib yurib maktabga kelib o'qiydi. Avvalgilmo gap so'zlari to'z xushchiroy qiz bo'lib, tan tarbiyada aloyligi bor edi. Aysajon yuzlari qizdiroq kelgan egri besiq bola bo'lib, keyin Urumchida o'qib shu yerda xizmatga tushdi. Aygul egiz bo'yliq, to'lim gavdali qiz bo'lib, ma'si yerini kus-kus tasab mang'atdi. Gap so'zlarining gangonligida ba'zi mishchan o'g'illarni yig'iltib qo'yatdi desa. Turg'un Imom Hasan Suntaqning maishatdan bo'lib, yaqin o'tatdik. Meni uyga chaqirib qo'ndirgan edi. Men uning sharofati bilan Sulton Satiq Bug'roxonning qabrisini ko'rib kelgan edim. Agar men shu qitim Turg'unning uyiga bormagan bo'lsam, men bu ulug' ajdodimizning, bu buyuk sultonimizning qabrisini ko'rmayla Amerikaga ketib qolar ekanman to'q. Turg'unning dadasi Atishda bir omonat qarz kooperativining mas'uli edi. Shu qitim qishda uyga borsam, shapburt kelgan Imom Hasan aka Allohdan uyning naridir saqlagan munoqi uzumlarini elib kelib, men bilan ahvollashib, o'zining va bolalarining ahvolini biroq so'zlab bergan edi. O chaqlarda qishda uzum saqlash o'ng'ay emas edi. Turg'unning qiliqlari qiziq bo'lib, to'xtamay soatini burab, qulqiga tanglab tinchab qo'ydigan. Ba'zida mijoz ixtilof ketib qolsa, bolalar bilan bir ikkini silishib qoladi. Bir qatimliq jidalda qulig'i azroq yirtilib ketib, qish bo'yi qulqiga bir qora rangli qapchiqni kiydirib chiqqan edi. O chaqlarda bolalar uningga Turg'un yirtiq quloq deb laqab qo'yib qo'yishgan edi. Uning qulig'i saqiyish bilan yana bir jidalning kasabdan kalpiqqa daz ketib, kalpiqqa maz qo'yib yurdimi, ish qilib shuning bilan uning laqami Turg'un maz kalpiqqa o'zgardi. Ish qilib bolalar to'xtamay bir-biriga ashundoq laqamlarni qo'yib, hatto uni buningga chetib o'ynashib qo'ydigan. Bu balkim 15-16 yoshlarga kirganda bolalardagi hormonning o'zgarishi bilan munosabatli bo'lsa kerak. Esimda qilishicha, Suntaqning yana bir qiz chiqqan edi. Egiz bo'y, ko'zlari yo'g'on, o'zi bakla chiroyli. Bu qizning dadasi Atishning qaynoq bozorida oshxona ochadi. Biz bilan bir yil o'qidi-yu, to'xtab qoldi. To'y qilaman deb to'xtab qoldimi yoki dadasiga yordam beraman debmi? Bunisi noma'lum. Ammo uning osh chiroyli bir jup ko'zli esimda qoldi. Balkim rivoyatlardagi Xolidam har qancha go'zal bo'lsa, ash qizchilik bo'lg'iydi. Deb o'tkinimdak dasibida o chaqlarda bo'yim paqaraq bo'g'ini bilan o qiz o'ltirgan sinfning kenik pat-pat qarab qo'yatdim. Men Machchani izlab qardim deb o'ylaydim. Atishning azoqdan Muxtar Ro'ziya, To'xtaxon, Erkin deydigan o'quvchilar kelgan edi. Muxtar Ro'ziya oqsiriq bola bo'lib, ko'ngli nihoyat inchiq edi. Naqshini yaxshi aytadi. Bo'lmasa o'zi mendak bir yerim chiqibdi. Ammo sal qattiq gap qilib qo'ysang ko'ziga yosh oladi. To'xtaxon dadasidan kichik yetim qolgan, yuziga pash qo'nib olsam, qo'g'livassam ko'ngli keldi deb o'ylaydigan, mangsimi yerning mengisi og'rib ketgandek bosh dastlab mangdigan bola edi. Keyin u Urumchida banki maktabda o'qib, keyin bir yeziliq bankida ish qilib ekan. Erkin o'zi egiz, shalapachiq bola bo'lib, biroq ishda ozroq foydali fursat bo'lsa qo'ldan berib o'tmaydigan. Yani o'zidan ishi puxta bola edi. Shu chaqlarda oblast 1-o'rta maktabining darvozasidan kiribla, o'ng tarafga qarashilib bir cho'nqur joyda basketbol va voleybol o'ynash maydonlari bor edi. Biz yotoqdagi bolalar darsni yongandan keyin, yotoqda qiladigan ish bo'lmagandan keyin top maydoni bo'sh bo'lsa, biroz voleybol o'ynab, andan basketbol o'ynaydigan. Garni varta qilib, u yerda futbol o'ynaydik. Bu Erkinning kelgan topni tepaman deb havoga quruq tepadigan ne demaysizlar? Top shuning putiga kelganida qechib ketdi desa, kim uning bilan bir guruhi bo'ldi, shu futradi. Bir qitim o Nijat Voit bilan bir guruhi bo'lib top o'ynab, bir opdan kelayotgan to'plarni chatirqidan o'tkazib, ularning guruhi yengilib qoldi. Jili olib ketgan Nijat vaqirdi. Sen yog'ochda ketib to'mgan bo'lsang, yengilmaydi. Shuning bilan uningga Erkin yog'och degan nom singib qoldi. O'ylab baqsam, Suntaqning sho'riqdan Dolqin Akbar, ya'ni Ayzimgul degan qiz bizning sinfga o'qish kelgan edi. Dolqinning dadasi sho'riq boshlang'ich maktabning mudiri bo'lib, ota bola ikkisilar bayni girmanlarga o'xshaydi. Men ularning uyiga bir necha rat ujum yig'ilib borgan edim. Dolqinning ko'zi ko'k, yuzlari seriq bo'lg'ach uni Dolqin seriq deb qo'yatdik. O'zi tirishchan, dars yaxshi bola edi.
Shu chaqlarda qiyosimcha Ot naisiga, ya'ni az vaqtdan keyin Ot shahri bo'ldi. Qarashliq idora jamiyat va ba'zi yizlardan kelgan balalar Ot shaharlik 1-o'rta maktabga, ya'ni Taxtyo'n maktabga boradi. Ba'zilar o maktabni yana Taxtyo'n maktabi deb qo'yadi. Oblast qarashliq idora jamiyat va ba'zi yizlarning balalari oblast 1-o'rta maktabga keladi. Ot shaharlik 2-o'rta maktabning o'rni Usnat yezig'i joylashgan bo'lib, bilishimcha uning tarixi Qizilsuv oblast 1-o'rta maktabga qaraganda uzunroq. Balkim bu Akuk Musabayevlarning ma'rifat mash'alini bu yurtda yaqinning ta'siridan bo'lsa kerak. Men kirgan sinfda Qaysar Sopur ismli dars alomat a'lochi bir o'quvchi bor ekan. Uning yonish mangdig'ini Adil Jumaxun ismli oqpishmaq semizrak kelgan bola ekan. Men kirib bayqadimki, bu ikkisini maktabda danqi bor a'lochi o'quvchilardan deb qaraydi ekan, maktabdagi bolalar. Shahar ichidan kelgan bolalarni yana Erkin Naman, Shavkat Eman qatorliq bolalar bor ekan. Qaysar Sopur o'zi egiz bo'y, o'roqroq, qanshaqliq kelgan bola bo'lib, hamma pallarda yaxshi bo'libmi, tabiiy pallarda alohida yaxshi ekan. Adil Jumaxunmi yaxshi o'qiydigan bola bo'lib, ammo darslarda savolning yaminiga kelganda tikkida turib g'ishib qoladi. Erkin Namanmi o'qishga erishman bola bo'lib, shu chaqlarda u Adil Jumaxunning inisdak uning keynidan chiqmaydi. Shavkat Eman dunyodan chiqqan bir g'amsiz bola bo'lib, keyingi yillarda u Erkin Naman, Anvar, Qaysar bir nechimiz yaqin do'st bo'lib ketdik. O'z navbati deb qo'yay. Bu bolalarmi mening xarakterimga qarab, menga xos laqabni qo'yishdi. Bo'libmi o'zaro chelishib yoki so'qishib o'ynagan vaqtlarimizda. Men o Shavkat bekordan kelib meni urilib qochib ketadi. Shuning bilan men uni qo'g'lab, taki u oxiri o'zi voy bo'ldi, budishqoq o'tnangni inib ol deb turib bermoqchi bo'ldim maydonimga qarab, meni budishqoq deb qo'yishadi. Men bunda o'ylaydim shu joyda. Agar bo'pti deb turib bersam, bu taraq qilib chaqchaqdan bozaq qilishga aylanib ketadi. Seningmi mushqi tepik qaytirdig'ini bilsa kishi ondan o'zining gap so'zi ish harakatiga diqqat qilgan bo'ldi. Shunday emasmi ya? Balalar xiyollarda, balalar xiyollar. Lekin butunlay soddalik degani bo'lmaydi o qarashni. Men bu sinf kirgan dastlab kunlar o'qib yurdim. Muallimlar darsi biror savolni so'rab, bo'g'cha hammaylar man deb talishib qo'l ko'tarishdi. Mamachan ikkimiz bir-birimizga qarab tushunishib turishimiz. Chunki biz ikki hafta kechikib kirgandan keyin bu o'qishga oldin haftalarda o'tilgan darslarni o'qimaymiz-da. Pah. Nima degan aqlliq bolalar bu? Shaharning bolalari rostdan aqlliq ekan. Endi Mamacha ikkimiz keyindan sanaganda 1-2 yil o'qiyotganmizda. Men shundoq deb o'yladim dastlabda. Ammo darsda keyin qolmaslikqa bal bog'ladim. Bir hafta vaqt o'tgandan keyin yuz bergan mono ishlamoq ilhom bo'ldi. Fizika darsini Mamtili Mannan degan universitet fizika fakultetini bitirgan bir o'tir yoshlik muallim berdi ekan. Shu chaqlarda fizika darsida mundaq bir mashq bor edi. Mamlakatimizning sharq shimolidagi Xeylonjang o'lkasida tog'lardan otga yog'och so'rab tushganda surkilish kuchi muallim dal shu savolni darsxonada ishlashga buyurdi. Ishlab bo'lganlar qo'l ko'tardi. Muallim bir necha o'quvchining javobini tekshirib bo'lib, menikini tekshirdi va undan keyin meni do'stga chiqib javobni yozishga buyurdi. Yüzdən oşuq ko'z menga tikilib turdi. Men mashq daftarimni ilib do'stga chiqdim va tamtirab turib javobni do'stga yozdim. Muallim o'quvchilardan so'radi. Bu saboqdashning javobi to'g'rimi xato? Xato! Hamma birdek yangroq ovozda javob berishdi. Men xuddi madaniyat inqilobida kurash tortilgan huquqlarda tushunishib titrab ketdim. Sizlarning xato. Bu saboqdashning to'g'ri, dedi muallim. Sinf ichi jimib ketishdi. Men bu ushtumtib kelgan muayyilashtirishdan qo'shib xuddi shunqardak birini kerilib o'tdim. Aslida mendan boshqa hamma saboqdosh surklik kuchining birlik miqdorini to'g'ri shaklga aylantirishda ozg'an ekan. O'zim bu turmushda qolayim qaraq bo'ladi, lekin mushi ba'zida muhim masala kelganda xilli diqqat qilaman. Adabiyot darsida tizli ustunlikni egalladim. Matematika darsini Rabiya xonim beradi. Astronomiya darsini Erkin muallim beradi. Bu ikki darsda Qaysar Sopur hammani besib tushadi. Mening Qaysar bilan do'stlashib, uningdan ko'rgan foydamdan biri uniga agishib kitobxonaga berib, yani Atış'taki bir kitapxonaga berib, Abdurahmon vakili tuzgan matematika va Abdulmut Tömür apandi bilan Sabit Mollaxon apandi tuzgan ximiyaga oid qo'shimcha mashq kitoblarini elish bo'ldi. Bu kitoblarning bu fanlarni yaxshi o'rganishimga foydasi ko'p bo'ldi. Ulug'chatda o'qib olgan bo'lsam, qo'shimcha o'rganish materiallarini olgan pulga balki baqqalning oldida o'ltirib shaplayotgan bo'lardim. Odam ba'zi ko'rib, ba'zi do'rab yaxshiman o'rganib qoldi. Bizga ximiya darsini Xotan oliy texnikumda o'qigan Abduljon Hattob ismli muallim bergan edi. Abduljon muallim darsni yaxshi o'tadi. O bir qatimliq to'liq 1-yilliklari ximiya musobaqasi o'tkazganda men 1-chi chiqdim. Ya'ni 4 sinfning ichida 1-chi chiqdim. Maktablarda saboqdoshlarning taraflarga bo'linib, birisi-birisini chatqa qilgan, bo'zaq qilgan ishlar bo'ladi-ku. Bu hatto Amerika maktablarida yuz berdi. Mening mushu musobaqada 1-chi chiqib qilishim bilan sinfimizdagi darsda a'lochi Adiljon Jumaxon menga o'chmanlik qilishga boshladi. Qara, mapakani tog'dan tunugun tushib, qanday bu 1-chilab ketdi?
U bu gaplarni deganda yuqori qalbga ko'tarilib, ko'zlari qisilib ketadi. Lekin men hozir pakka emas, shuna o'tirib tornik o'ynab uzadim. O chaqda Erkin Naman uning bilan yaxshi o'tadi. Xuddi uning qo'rg'uchisidek Odilning soyasida yuradi. Erkinning bo'yi bilan mening tang edi bo'lmasa, kichik-kichikning qayashi bo'lmay, Odilga yon besib men bilan qiyishib yurdi. Bu ikkisi hatto ximiya musobaqasida mening birinchi bo'lib ketganimga norozi bo'lib, Abduljon muallimni izlab chiqishdi. Adiljon Jumaxonning chiroyli, mast-mastlik, tanbarmaslik, ochiq. Erkinning qo'lida eliq kadrlar qo'liga esib olgan qora rangli yig'im so'ngsi planshiydi. Bu tunigun taqdan tushib qayda birinchilab ketdi-da? Adiljon muallimning jili bo'lib ketib, Odilni silkini esimdi. Men tağlıq bo'lganligim uchun bu shaharliklarning sevimli qiliqlariga qarab qo'yatdim. Ularning meni sababsiz o'ch ko'rayotgan qarab, nima qilishimni bilolmay qolatdim. Ishqilib to'liq birinchi yillikning birinchi mavsumi mushu ikkisining sababidan men uchun o'tkazish bakli ta'sir bo'lgan mazgil bo'ldi. Xudoning bag'isiga payg'ambar yaqin qilinmabdi deb, yil oxirida Qaysar Sopir ikkimiz 3 yaxshi o'quvchi bo'lib saylandik. Odil buningga chidamay shu chaqdagi sinfning yarasiga, ya'ni shallani qo'mirib o'tgan ekan, laqmidak bo'ladi. Shu sinfning yarasiga kirib, birozgacha u yerdan chiqib unmay turib ketganlari. Sinfning tomlariga urib ketganlari esimda. Onun yana mushundaq sababdan to'liq 3-yillikda 3-qavatlik binoning qaysi bir qavatidan sakrab ochig'ini chiqarmoqchi bo'lganini va putini jarohatlantirib olganini demaysizlar. Bir qarsang hayron qolarlik, yana bir qarsang afsunarlik işte. Bir mavsum o'tgandan keyin Erkin muallim meni o'g'inish boshlig'i saylab qo'ydi. Odil bunig'im norozi bo'ldi. Men bu o'qishimni o'qib berdim, ammo mening ochig'im borda. U chaqlarda o'g'inish boshliqlari saboqdoshlarini o'g'inishga yetakchilik qiladigan, ularning harakatlarini boshqaradigan ishlar bor edi. Men Mavo Sunatishning Bo'ston kantidan o'qish kirgan Nurullarni o'g'inish qilizlanmay qizdirishib qolatdim. Va o'rganmasam nimkorim demabdi ekanman. Agar madaniyatlarni kommunaning bir atrat boshliq bo'lib qolgan bo'lsam, tong sar 4 bilanli kishilarni sarli do'lqinga chiqishga majburlaydigan ahmoq aktivdan birisi bo'ladimi-kin tong. Nemili degan bilan odam o'zi uchun bo'lgan jamiyatning ta'siriga uchraydi ekan. Nurullah mening gapimni anglab yaxshi o'qigan bo'lsa, keyin oliy maktabdan chekindirilib ketmaydi. Mening ko'nglim yaxshi-da. Yaxshi o'qimsak nima bo'lamiz? Yoshlarimiz nima bo'ladi? To'liq 1-yillikning 2-mavsumida o'xshash yillik o'quvchilardan oblast bo'yicha o'rta maktablar aro o'tkazilgan matematika musobaqasiga qatnashganlarni tanlash uchun imtihon olindi. Tarbiyalash nishoni qilinib, bizning sinfdan Qaysar Sopir va men, Do'lqin Akbar, Rabiya xonimning sinfidan Tahir Abduqodir Umid Ma'matin. Rahmatli Umid Qizilsuv Darul Ma'lumning mudiri Ma'mum Ma'lumning o'g'li bo'lib, aqlli va sho'x bola edi. Men bilan xili chiqishib qo'yatdi. Tibbiy universitetni bitirgan yili kasallik sababi bilan qazo qilib ketdi. Yotgan joyining jannatdan bo'lsin adash. Ablakim Qirg'iz, ya'ni o'zi Uyg'ur, ammo ota-onasi chorvachilik rayonida turib, keyin yurtda ochiq yo'tkilib kelgan uchunmi yoki men o'xshash bir qirg'izcha jirlab qo'yganligi uchunmi, ishqilib Ablakim Qirg'iz deb qo'yishadi bolalar. Bular Eli Ömer Ma'lumning sinfidan Anvar Ro'zi, Ma'mtimin qari Ilhom Hashim. Rahmatli Ilhom börak kesili bilan yoshlik yetib qoldi. Yotgan joying jannatdan bo'lsin do'stim. Amrullah Jamal qatorliq a'lochi o'quvchilar tanlanibdi. Bizning matematika o'qitish bo'limining mas'uli Televaldi muallim tarbiyaladi. Mana shu 3 haftalik tarbiyalashda mening matematika bo'limim cho'nqurlashdi. Musobaqada Aqto'y Naisdan Qaysar Abduqodir degan bola alohida mukofotga. Bizning maktabdan Qaysar Sopir, men va Tahir Abduqodir. Yana bu Tahir shu chaqlarda oblastdagi Amina Daimiyat deb atalgan ayolning bolasi bo'lib, a'lochi o'quvchi edi. Uchimiz birinchi darajalik mukofotga erishdik. Shu yil qishlik ta'tilni tugatib maktabga kelganimda Televaldi ma'lumning menga mukofot ustalchiligi va hujjat sumkasini bergan esimda. Shu chaqda maktab ittifoq komitetining Tursun Qodir deydigan bir o'qituvchisi bo'ladigan. Keyin Aqto'y Naylik birinchi o'rta maktabga o'tkazib ketibdi. Bizga siyosatdan dars beradi. Kechki muzokara vaqtida sinflarga kirib, tekshirib, xushovoz bo'lib qolgan chaqlarda shu zamondagi otish tavasiga donliq naqshchi Tunsaym To'xtinning naqshisini bir-ikki naqsh qo'yib chiqib ketadi. U ma'lumning oldida universitetni bitirib, universitet qurilganligining 50 yilligini xotirlab tarqatgan, xotirlash izniga taqib olgan biror po'chilik qilib qolganmi bir qatim dars bizga buni gapni ochig'i bilan deb degani esimda. Ba'zilar teg'i yo'g'an yerda o'qidim deb kirlib yurishib ketishdi ekan. Bizning hukumat xili bir nimani muallim shunday deb turib, nima uchun Veyshima degan gapni Xitoysin doskaga yozgan edi. Uning chiroyida ochiq, bir ko'zi qisilib ketgan, qo'ziq oldi do'mpib chiqib ketgan, chunki o'zi semizroq kishi edi. Men bu muallimning doskaga yozgan xitoycha xatiga qarab, ajab bilimlik muallimkin ha deb hayron bo'lib, uning bilimning cho'nqurligiga havas qilib o'ltirib ketgandim, chunki men o'zim o'qimayman-da. Bizga tarix va geografiya darsini tajribali o'qituvchilardan Haji Sabir muallim bilan Haji Isham muallim o'tgan edi. Biz oblast birinchi o'rta maktabga kirib, az kundan keyin maktab
Maktab İttifaq komitetining sekretari Tursun Qodir muallim sinfimizga kirib Mejit Ablaziz ismli bir munavvar o'qituvchining vaqtsiz qazo qilgani uchun bu muallimning uyiga berib, uyining ish kuchlariga yordam berishimiz lozimligini aytdi. Albatta, bunda xos e'tibor ishdan o'zini chetga olmayman-da. Esimda qilishicha, bir nechimiz marhum Mejit muallimning otishdagi, shu chog'dagi mashhur Shangang bozori deb atilgan bozorning o'tirg'i joylashgan uyiga berib, Voylisdagi Anjur ko'chini ko'mishib keldik. Bu mening umrimda tunji qitim Anjur ko'chini ko'mishim edi. Keyin o'qsam, Mejit Ablaziz muallimni yot emas ekan. Ata-onam o'qigan maktabning o'qituvchisi ham ular bilan birga O'ytog'da qisqa mezgil birga ishlagan ekan. Biz tog'dan kirganlar 20 dan ortiq bo'lib, har qaysi yilliklarga bo'lindik. Singlim to'liqsiz o'tir 2-yillikka bo'lindi. Uning sinf mudiri dastlabda Ablat ismli, o'roqroq kelgan, chekildirga oq tushishga boshlagan tamkin tabiatlik geografiya muallim bo'lib, hozir o'qisam o muallim heliqi CCTV'da ingliz nutq so'zlash musobaqasida chempion bo'lgan Umid Hojievimizning cho'ng dadisi ekan emasmi? Keyin sanamning sinf mudiri Turahim ismli xushxat yozishga mohir adabiyot o'qituvchisi bo'ldi. Ulug'chatda o'qiyotgan chig'imizda hammamiz shahar nuqposi bo'lg'achqa maktabga nuqposimizni ko'chirib apargan edik. Yataqlarimiz bekarli, tamoqlarimiz uchun oila sharoitimizga qarab, eg'i 5 mochandan tortib eng ko'p bo'lganda 3,5 yongich to'laydik. Mamajon Umar ikkimizning ota-onasi xizmatchi, ya'ni qo'sh maoshli bo'lganlikdan eg'i 3,5 yongdan to'laydik. Maktab yana har yili kuz kelganda sinfda baholash ilib berib, qiyinchiligi bor deb qaragan o'quvchilarga birardan tantarbiya oyig'i, qilim mayka va qishliq ishdan berishadi. Endi bu narsalar to'la vaqtda yiroq-yiroqdan kelgan bolalarga tegadi. Shu qatorda albatta bizning maydondan kelgan bolalarning ish kuchiga tegib qoladi-da ba'zi buyumlar. Nailik Ma'rif idorasining boshlig'i dadamga o'rmon maydonidan baldari bizdan ta'minotni jab ketibdir deganida mushuni ko'z tutgan bo'lsa kerak. Lekin biz otish kirganda pilonliq iglik yemirilishga, tovar iglik jallanishga boshlayotgan chaqlar ekan. Bu yerda bizning shahar nopos bo'lish bu masqimizdan kimning qari bo'lsin. Ya'ni o'ttir bo'y qizg'uchroq ranglik duxovidan tikilganmi, aytavr shundoq bir raqtdan tikilgan do'ppini kiyib tamakini chikib qo'yib beshini pastga egib menib gapni oz qilgan maktab xo'jalik bo'limining oshxonasiga mas'ul 50 yoshlardan oshgan G'oshir Islom ismli mang'izlari qizil, chas soqollari oqsanjilgan bu odamning hech nima bilan kari yo'q, pulni tunuydi. O odamning o'z ishiga puxtligini demaysizlar. Har kun tamoq setilgan chog'da oshxonaga paydo bo'lib, ishlarni kuzatib turdi. Yoki mo'min oshpazni tonishlarga tamoqni ko'p berib o'tadimdikin, yoki pulning kam yig'ilib qilishdan ansirab qolamdikin, ish qilib ziyon chiqib qilishdan ansiraydandek yuratdi. Ulug'chada o'qiyotgan chig'imizda maktabimiz xo'jalik bo'limining kadri Ergash ismli 40 kishi edi. Ba'zida o'quvchilarning belti bo'lmay qolsa-mu, bo'lib turaymi, olibchi deb yotoqda yotgan o'quvchilarning tomoq ishida kengroq edi. O'zim billah, Xo'roz kaklab saludiki ma o'shiraka bir qiyinchilik va o'quvchi undaq sexiylik ko'rsatgandek emas. Bu yerda ulug'chatdek tomoqlardan qurut chiqib qolsa-mu, mayli deb qurtni elitib yavirgan tomoqlar nari turibdi. Ulug'chatdek chig'imizda tomoqning asosan bekorlikdan bo'lsa kerak, ko'ktat o'rsi saqlangan ko'ktatlarning orasidan chiqib qolgan kichik oq qurutlar ko'zimizga diyu bo'lib ko'rinib ketadi. Arzon go'shtning sho'rpisi yo'q, bekorlik mantabasi peyzi bor ekan degan shu-da. Lekin otish kirgandan keyin his qildikki, sifatsiz bo'lsin bekorlik tomoq yeydigan undaq kunlar kommunalning kelmasga ketgan kunidek kelmasga ketgan edi. U chaqlarda ishchi xizmatchilarning maoshi umumyuzlik tuvan bo'lib, pulning ravrs kuchi bor edi. Men bizning ota-bobolarimizning aql parasti mujassamlangan maqol tamsillarga yo'shirilgan hikmatlarga ajoyib qoyil. Agar kishilarimiz shu maqol tamsillarda aytilgan gapni tushunib yashasa, ishonamanki, muvaffaqiyatli va baxtli hayot kechira oladi. Bu maqol tamsillarning oldida nima u har xil falsafiy yiqimlar. Xuddi arzon go'shtning sho'rpisi yo'q bo'lganning aksicha pul to'lab yegan narsa yiqsa bakti deydigan. Ma'vo birinchi o'rta maktabning oshxonasidagi tomoqlarning setilish bahasi odatda 50 sentdan tortib 1 so'mgacha bo'lib, Petromanta, polo va mazlik pishirilgan qo'y go'sht sho'rpalarini har kun navbat bilan etib sotadi. Sho'rplarning bir qanchasi bir qo'ylar atrofida edi, esimda qilishcha. Hozir u tatli sho'rplarni 10 dollarga topolmayman Ma'vo Bostonda. Ağdan kirgan mo'min oshpaz tomoqni mezlik etadi. Shunlashqimkin tush bo'lmayli yotoqda yotilgan bolalarning nafsi taqildab oshxonaga yuguraydi. Sizlar hozir Abdukarim Ablaziz Abdukim kalkullar bilan itot o'ynab chiqadigan yalqin qurbonni obdan bilasizlar cho'qim. Shu yalqin ağdan kirib mana o'sha yotoqda yetib o'qiydi. Bizdan bir sinf yuqori bo'lib, Xudo va degan ximiya o'qituvchisining sinfi dedi. Shu chaqlarda qiziq bola edi u. O'zini va atrofdagilarni xo'sh qila oladigan. Men uning o'zidan oldimmi yoki boshqalardan toza esimda yo'q. Uning tush bo'lay deganda o'qituvchining darsdan burroq qo'yib berishini orzu qilib, qo'shni talangiz ko'rib, qo'saq qashdi, dars xo'sh yoqmaydimdi, avval tomoq, andin dars deb o'qituvchilar signal bergan qilqinan bog'liqini. Balkim u hozir Urumchidagi so'rilar tomoqlarning mo'llig'ida o'quvchilik vaqtidagi sevimli qiliqlarini eslab tursa kerak. Men uning oshxonadan yotoqqa
Qaytықчымы тәләңге қачысына дап қылып келіп маңдағанын көрәттім. Адам kichikdan mayis ko'kidan degan shu-da. Keyin u san'at maktab qabul qilindi. Ansaq imtihon olg'uvchilarni kuldirib o'tgan. Qiziq gap va ishlarni qilib. Shu chaqda maktab oshxonasining yonida bir tantarbiya zali bo'lib, oshxonadan tamoq setilish uchun odatda bolalar qatori uchrab turishadi. Ammo Mao yolqinga o'xshash sho'xroqlari og'dan kirib Rabiya xonimning sinfida o'qiyotgan tanarkichi Isroil qaraga, ya'ni chiroyi qarroq bo'lg'achqa Isroil qar deb ataydi bolalar. O'zi egiz bo'y, uruq, ammo voleybolga karomat usti bo'ladi. Ağğı toluqsuz o'ttir maktabdagi White ma'lumning to'pisi bo'lsa kerak. Mush ağdan kirgan saboqlashlar tantarbiya maktab bo'yicha oldi dedi. İsroil o'xshash bolalar sapning oldida turibdi-da, ba'zida tartib buzilib ketadi. Mening ko'z oldimda shu bolalarning bir-birining ustiga chiqib degidek oshxonaning to'mir shafqasiga esilib, pul va qachdan mo'minga tanglab taqozo bo'lib turib ketishlari ko'rinib turdi. Yilqi markaziy baxmchilik maydonidan kelgan egiz bo'yli qora ko'zlik güzel kız, xan kızının yeyip xıcıl olup qaçını qucaqlab bulunub turib ketişlerine bir demən. Kiçikkenmizdə biz balalarning aqlimiz bo'lsa, qizlarga burun o'chiratni berib, andın o'g'illar almandiq deymana. Vay, nafsi bala so'ymaklar. Maktabning oshxonasi cho'ng ham pokiz bo'lib, Mo'min ismli aşı yosh yigit oshpazlik qilib cho'giltatdi. Bizning sinfdagi Erkin Yag'ach uning bakli yaqinchilik qilib ketadi. Yoki tomoqni ittigroq setib berdi, yoki jiqroq berdi demdikin. Uning Mo'min qilgan muomalasi bayni bir qo'rchoq Mo'min boshliqning boshliq qilgandek muomala. İşlab chiqarish kuchlarining ishlab chiqarish munosabatlarini belgilaydigan bir kichik kartinasi ekan shu ishlarni. Iqtisodshunoslikda ta'minlash talabni keltirib chiqildi deydigan qarash bor. Ya'ni bu falsafadagi modda ani belgilaydi deganga o'xshash bir gap. Bir qarasam. Tağda tüzük bazar bo'lmag'achqa kishilar pul xajlamaymi? Yashayolgan bilan shaharda pul bo'lmasa kun o'tkazmak ta'sir kuchli ekan. Chunki pul xajlamaydi desangmi, ehtiyojini qo'zg'ab turadigan narsalar ko'pkan emasmi bu bozorda? U chaqda kommunat tarqalib dehqonlar yerga ega bo'lib, ularning qizg'inligi urg'ib, dehqonchilik mahsulotlari bozorlarni qoplagan chaqlar bo'lib, bu yal yemishlarning ko'p xilligi va tatliligi. Bu otishning kichik mushtumchilik girdilarining yeyishligi, tamoqlarining bo'lib, samsilarining mazligi. Qo'sing to'ygan bilan ko'zing to'ymaydi. Shu tab mush qurlarni yezayotgan chig'imdimi ig'zim bu suv kelyotdi. 2 yillik odam emasmi men? Refleksning ta'siri kuchli. Biz bilan o'rmon maydonidan kirgan bolalarning otish tuqqanlari yo'qlari ota-onasi nechayda xajlaysan deb bergan pullarini 2-3 haftada xajlab bo'lib qiyinchilik tatib qilishdi. Ularning uyida bir maash 5-6 dan bola. Ya'ni bir odam dadisi ishlaydi. Dadisining olgan maoshiga aran un, yog' va uning muxriksi aran keladi. Undaq sharoitda bir odam uchun shaharda bola o'qitmak haqiqatan tas. Oilasi qiyinchiligi borlardan bir nechtasi bir mavsumni tugatolmay maktabdan chekinib chiqib ketdi. Qo'saq to'ymisi kalla qandan dars tushsin. Avval taom andin kalam degan shu. Shundaqmi? Xudoga shukr. Har holda mening ota-onam xizmatchi. Uning ustiga otishda urug' tuqqanlarimiz va ota-onamning xizmatdosh, saboqdosh do'stlari ko'p bo'lib qoldi ekan. Men shu otishda yataqliq maktabda o'qish jarayonida urug' tuqqanlarning va ba'zi yaxshi kishilarning bizga yetkazgan yaxshiliklarni eslab o'tishning zo'rligini his qilib qoldim. Asli bu yozmamda bu vaqtda to'xtalish xiyolim yo'q edi, ammo hissiyotim meni shunday qilishga oldirdi o'tadi. Uyg'urlarda tağdan tağa yaxshi, hammadan badang degan gap bor. Bu gaplarning qachon deyilganini hech kim deb bera olmaydi. Lekin bu gapning mazmunidan qaraganda uning hamma tag'isining o'zining tuqqanim deb kutgan umidini aqlay olmagandan ranjigan bir kishining so'z ekanligi aniq. Bizga bu gaplar deyilgan sharoit aniq emas. Kuzatsam odamlar nechturlik bo'ladi ekan. Bir qism kishilar bor ekan. Ular sharoitli bo'ladi ekan, o'zining odamgarchilikni, mehr-muhabbatni tuqqanlarga va hatto yatlarga yetkazib turadigan. Yana bir turkum kishilar bor ekan, ular sharoit bo'lsa-mu, yatlar tukul hatto o'zining ojiz bir tuqqanlarga qaramaydigan. Amaliyotda odamgarchilikni biladigan odam aqlli odam, hayotni tushungan odam ekan. Odamgarchiligi yo'q odam, nadon odam, ko'zi kichik bexil odam ekan. Bundaq odamning haqiqiy do'sti tuqqani bo'lmaydi ekan. Bu deganlik, barsang yaxshi, bamsang yomon degan gap emas. Men tasi diqqat qilib selishtirib ko'rsam, bizdagi odamgarchilik bir isl insonparvarlik to'lgan xislat ekan. U millatning o'z-o'ziga bo'lgan hissiyotini kuchaytirib, muhabbatni cho'nqurlashtirdi ekan. U bir xil ruhiy kuchning kelish manbasi ekan. Ana shundaq ruhning kichiklar o'lga oladi ekan va uning turkisida xalqiga bo'lgan muhabbati kuchib, beg'ishlash ruhini yetildirdi ekan. Qanday kishilarda beg'ishlash ruhi bo'ladi? Shaxsiyatchilik va manmanchilikdan uzab ketgan aqlli kishilarda. Fursatparastlar faqat aqlliq bo'lib ko'rinadi va sun'iy holda xushal yashayoladi xolos. Men hayotimda mayli urug' tuqqanlarim bo'lsin va yoki emaslar bo'lsin, nurg'un yaxshi odamlarning odamgarchiligini ko'rib, ulardan ta'sirlanib cho'ng bo'lgan birisi. Chatalik hayotimda men har doim kimlarning qachon menga nima himmatlarni ko'rsatganlarini ko'ngil aynikimdan o'tkazib, ularni minnatdorlik hissiyotim bilan eslab turdim. Men otishda o'qiyotganda har hafta oxiri bo'lishi
bilan yoki partiya maktabida o'qitishlik qilgan onamning navri inisi Mamjan akam va yoki tashqi savdo idorasida xizmat qilgan dadamning navri inisi qadrli Islomjon akam, ya'ni marhum Islomjon akam bilimga qiziqadigan, yaxshi o'qiganlarni, urug' tuqqan, ali-maliklarning ichidagilarni yo'laydigan, yordam qiladigan sexiy kishi bo'lib, 93-yilga deyman, 41-42 yoshida qazo qilib ketgan. Meni va singlimni uyga elib ketib qo'ndiratdi. Islomjon akamning ayoli Xonqis acham suntaqda to'liqsiz o'tirdi, o'qitish bo'lib, mehrisiz o'g'liq ayol edi. Singlimning sochlarini tarab o'rib qo'yatdi. Islomjon akam taki bu dunyodan ketguncha meni qo'llab, yaxshi o'qish rag'batlantirib turdi. Oliy maktabda o'qiyotgan chaqlarimda har qatim Urumchiga komandirga chiqqanda meni izlab kelatdi. Bozorga ilib chiqib aylantirib, haydaydanga pul beratdi. Hatto men Shanxayda o'qiyotgandimda 4 qatim 200 so'mdan pul selib, mening yaxshi o'qishimga ilhom bergan edi. U mendan zo'r umid kutatdi. O'zi kitobni ko'p ko'ratdi. Baxtga qarshi Islomjon akam mening chet elga o'qish chiqqanimni ko'rolmay tugab ketdi. Xeyli bir vaqtgacha uydagilar bilan Islomjon akamning gapini qiysak ham bilan ko'zimizga yosh ilib yurishgan edik. Men 2011-yil vatanga berib, Usnatishga uyimizga tushgan kuni tushdan keyin urug' tuqqanlar, al-maliklar men bilan ko'rishga bizning uyga kelishibdi. Shu qadarda Islomjon akamning ayoli Xonqis acham va o'g'li Mutallib ko'rishgani kelibdi. Mutallib Islomjon akamning o'ziga o'xshash chiroydan mehr yig'ib turadigan esli yigit bo'pti. Shanxay tibbiy institutining magistraturasida o'qiyotgan ekan. Vaqt qiz. Shundaqdan men odamlar to'pidan uni yoniga tatib so'rdim. Mening yenimga chiqib o'qib doktor bo'lib qolamsan, ma'qul desang men bormana. Yo'q aka dedi u. Endi men o'qishni tugatib, onam va singllarimga bola aka bo'lib, ularning hol ahvolidan xabar olmasam bo'lmaydi. Uni anglab ko'zimga yosh keldida o'zimni tutolmay qilishdan ansirab uni quchoqlab qo'ydim. El-yurtni, urug' tuqqanlarni, so'yimli kishilarimni uzun yilda bir ko'rib yurgim, biroqla erib ketgan bo'lsa kerak. Bir kuni oblastlik bankida xizmat qilgan dadamning tuqqani Abaydulla Mahmud akaning uyiga borgan edim. Borgan chog'da ko'nglim ilishib borgan. Uyga berib yondirib qattiq og'rib ketdim. Ahvolni ko'rib Abaydulla akam meni darhol velosipedga mindirib, oblast doktorxonaga elib berib, o'kil sag'izib bergan va shuning bilan saqayib ketgan edim. Ota-onamlar 2004-yil Amerikaga kelganda Abaydulla akamning ahvolini so'rab, ash qilgan yaxshiligini ularga qaytib so'zlab berib, ular vatanga qaytganda Abaydulla akamga ozroq ko'nglimni avatgan edim. Dadam salimni yetkazgandan keyin o'zining meni ayni chaqda doktorxonaga olib borganini unutib qolgan Abaydulla akam ko'zlariga yosh olibdi. Demak, yaxshilik qilaversang, 5 unutib qolsinmi, 2 unutib qolmaydi. Men shu ikkisining birisi. Qo'rqmay yaxshilik qilaveringlar, juma kishilarga qo'linglardan kelsa. Bir o'ylasang, kishiga qilgan yaxshilik ro'yi bankka qo'ygan omonat. Burun Kanshvar o'rmon maydonida ishlagan Saniya acham Usnatish o'chardagi yurt jonlaridan Selimaji akaning qizi bo'lib, u keyin oblast o'rmonchilik idorasiga yo'tkilib kirib ketgan edi. Uning uyi oblast pochta telegraf idorasining ichida edi. Men 8-9 yosh chaqlarimda Saniya achamga hamroh bo'lib yotaqda birga qo'nishib beratdim. Dedim-ku bir yozmamda, tag'da o'rmonlikning orasida jinning vasvasi kuchli bo'ladi deb. Undaq yerda tanho qolganingdan biror mushukni bo'lsin hamroh qilib yotsang, kechida qarab osmaydi. Men nimil degan bilan 8-9 yoshli o'g'il bola edim-da, yurgim bor. Saniya acham lag'manga bak ustidi. Biz Atoshda o'qiyotgan chaqda singlim ikkimizni uyga necha qatim chaqirgan edim. Atoshda Nabiy Fazil ismli bir cho'ng ziyoli odam bor bo'lib, nurg'un kishi taniydi. O'zi asli o'qituvchi bo'lib, keyingi yillarda Qizilsuv Darul Ma'limining atoqli o'qituvchisi aylangan edi. Anglashimcha Nabiy Ma'limning dadasi rahmatli Fazil Ma'lim partiya maktabining mudiri bo'lib, madaniy ziyonkashlikka uchrab qazo qilgan ekan. Nabiy Ma'limning nurliq chiroyi turqi hozirmi ko'z oldimda. O'zi egiz bo'y, salobatli haqiqiy ziyoli, o'zi tirishchan, xushxo'y, bakmi salobatli kishi bo'lib, Nabiy Ma'limning haqiqiy o'qituvchining yorqin obrazini ko'rgandim. Nabikam dadamlar o'rta maktabga chiqib dars o'tgan bo'lsa kerak. Nabiy Ma'limni, ota-onam Nabiy Ma'limni bakli hurmat qiladi. Taqdir degan ajoyib bo'ladi ekan. Madaniyalarda, ya'ni Nabiy Ma'limimiz ziyonkashlikka uchrab, dadamlar xizmat qilgan O'yta o'rmon maydoniga tushirib o'tilgan ekan. U yerda dadam, onam Nabiy Ma'lim, voy Nabiy Ma'lim deb hurmat qilishib, ko'z tegib ketgudek darajada qarindoshlik yaxshi o'tishdi. Nabiy Ma'limning men bilan tang Musajanda bir o'g'li bor edi. Ta'til mazgilida O'ytaq chiqatdi. O'zi kam so'z, o'moq kulib turadigan bola edi. Men oblast birinchi o'tirib kirganda Ashu Musajan meni izlab kelib, singlim ikkimizni nurg'un qitim uyga elib borgan edi. Musajanning onasi Xalchayim achamning mehribon chiroyi hozirmi ko'z oldimda. Ota-onamlar bilan Nabiy Ma'lim hozirmi shunday urug' tuqqandek izlashib yaxshi o'tishdi. Dadamdan olsam Nabiy Ma'lim meni so'rab turdi ekan. Men yaqinda bola do'stim Musajan bilan do'stlik rishtimizni qayta changitib oldim. U hozir parang deganni kombaynda qo'noq soqqandek so'qadigan gap cho'p ketibdi. Uning bilan paranglashib ko'nglim bak qo'shib oldi. Yana aslsam nurg'un ishlar va nurg'un yaxshi kishilar. Elimi yaxshi qarmoqqa japodak ash kunlarni boshdan o'tkazib ekanman. Shunga bahor kirsimi, uning yeran qilmay, uydan taloq chiqmay, shu tatli kunlarni aslab yezib o'tiribdiman.
Agar hayotim tuzsiqlik yo'nalish bo'yicha bo'lgan bo'lsa, bu ay bu kunlarda nima ish qilatdimkin? Tam. Balki mahallamga ezib kelib qolgan bug'i va to'shqonlarni qo'g'lab ketib o'g'iydim. Mana urug' tuqqanlar va yaqinlarning himmat shafoati ko'p madad bo'lgani bilan bu xil prosta yo'q bo'lgan ham uning ustiga oilasi qiyinchilik bo'lgan taqdin kelgan ba'zi bolalarning o'qishni tashlab taqishib ketishi ko'nglimni g'ash qildi. Yaxshi yeri men bilan taqdin kelgan bolalardan maktabni o'qishib bitirganlarning hammasi rayonimizdagi oliy texnikumlarga o'tib xizmatga o'rlashib ketdi. Tursinjon Urayim Yezgil universitetiga o'tdi. Anvar Abla Xotan oliy texnikumiga, Mamatjon Urumchiga qatnash maktabga. Maydonimizning doktori hurmatli Ismoil doktorning bolasi Tirishjon inim Nurmamat Urumchidagi maktabga o'tdi. Men yana bizga 10-yillikda dars bergan so'yimlik o'qituvchilarimni va ularning siymasini aslab chiqdim. Biz 10-sinf chiqqanda matematik darsini sinf mudirimiz Erkin muallim, adabiyotni Asqar Aysa muallim, Xitoy tilini o'zi 8-sinfgacha Xitoy maktabida o'qigan Maynur xonim, ximiya darsini deqan turib o'zligidan o'rganib Darul Ma'lumga o'qishga o'tib, o'qituvchi bo'lgan achchiq yomon yuzlardagi qizil go'shtlar sanglab turadigan, ammo shaxmatni shaxmat taxtasining ustiga yetilib turib o'ynaydigan Xudoberdi muallim. Fizikani Qashqar pedagogik institutini bitirgan Abdukim muallim. Ya'ni Abdukim muallimni psi muallim deb atab qo'ydi. Fizikada bir belgini qanday o'qiymiz deb o'quvchilar so'rasa psi deb qo'yganlik uchun ashuna deb atab qo'yapti. Tantarbiya darsini bir mavsumi o'zi vijigrak kelgan ota-onamning tantarbiya o'qituvchisi bo'lgan, ammo nayt saviyalik Maripchi Mamtili muallim. Yana bir mavsumi Erkin muallimmi yoki Qatayloqdan kelgan burut qo'yib olgan, shapkasining ichiga qog'oz qo'yib olamdiki, ish qilib shapkasi qetib turadigan Mejit muallim ish qilib ikkisidan birisi o'tdi. O'ylasam men har bir o'qituvchi haqida to'xtaldek bir narsa topa oladi ekanman. Ammo sizlarga oz bo'lib kulki ata qila oladiganlarni eslab o'tay. Xudoberdi muallimning ximiya darsi yuz bergan bundaq bir qiziqish esimdan chiqmaydi. Bu yana Erkin Yog'ochga munosabatli ish. Xudoberdi muallim dars o'tayotgan bir kuni bu Erkinga dars qo'shaqmidimi, sinfning keyinda o'ltirgandan keyin muallim diqqat qilmaydi deb o'ylaganmi, gezitdan heliqi madaniyat inqilobida ziyonkashlik uchrab sazoyi qilingan kishilarga kiygizilgan qalpoq o'xshash qalpoqni yasab o'ltirgan gap. Ish uning bilan pisig'i mayli. U yana gezitdan tamak chekadigan g'ang'iz yasagan gap. Berilib dars o'tayotgan Xudoberdi muallim Erkinning xiyolining boshqa yerda ekanligini sezib qilib, achchiq bilan uni o'rnidan turg'izdi. Erkin o'zi egiz shalpachaq bola bo'lib, o'rnidan ruhsizlab turdi. Uning turqi bayni Manas urushida milliy armiyaga asirga tushgan o'rdan kakarlari uzib tashlangan Gomindan kapitanining o'zi. Nima ish qilyapsan? Ala partiyani nasini. Xudoberdi muallim g'azab bilan buyruq qildi. Erkinga nima mal? O partiyadan yeliq o'zi yasab bitirgan qog'oz qalpoqni, qog'oz g'ang'izini ilib qo'lida tutib turdi. Xudoberdi muallimning g'azabi 40 gaz o'rlidi bo'lg'ay, qizil ranglik mag'zi lapildab ketdi. Kiya avnasani, bishan kiya. Tiqa og'zini avg'anzani. Erkin dal muallim degandek qildi. Qog'oz qalpoq beshida, g'angzi og'zida. Uning ijodchanligini demaysizlar. G'ang'izni o'zining bo'yiga moslashtirib uzun yasabdi ekan. U ishlagan g'ang'izning uchi part tegibda turdi desa, o'zi bakla egiz parti bilan uning eg'izining o'tirisiga orliq hili bor. Demak, u yasalgan g'ang'izining qanchalik uzunligini o'zinglar faraz qilib beqinlik aloyiq. Madaniyat inqilobi kichik o'qituvchilar kishilarga qalpoq kiydirgani bilan ma bizning Erkin o'zi kiygizdi va bu qalpoqni. Muallimda terikish, ballada pixildash, Erkinda ilojsizlik ham xijillik. Shunda qilib muallim darsni tushgandan keyin ondan u asli qiyofatga keldi. Bir necha kun uning bu ishi sinfda va yatloqda ballarga kul qilib berdi. Mushuk o'yin, chashqonga qiyin degan shu ana. Demisimi o'qituvchi bo'lgan odam uchun dars so'zlayotganda o'quvchilar diqqat qilmasa albatta ochiq keldi. Shunga o'qituvchilar mayli qaysi maktabdan bo'lsin, o'quvchilar diqqat qilyapti deb kuzatib turdi. Bu haqda oliy maktabdagi savodchim shundaqli yotoqdishim Aqsu Bayden kelgan Tursin Ali aytib bergan bir hikoyani so'zlab beray. Men bu shundaq, men kulgandan keyin boshqalarni kulsin deb o'ylaydigan odam. Men Bostonda har mavsum o'qish boshlangan vaqtda o'quvchilarimga bu hikoyani aytib, ularni ham kuldirib, ham ularga darsimda diqqat qilish haqida signal beraman. Bunun önümü izchil ko'rilib kelmoqda, Xudoga shukr. Baynoylik birinchi o'rta maktabdan bir matematika o'qituvchisi dars o'tib, tuyuqsiz bolalarning o'ylanmayla nima dars o'tayotganligini tushunmayla o'ziga ergishib mengayotganligini sezib qopti. -1 ga -3 ni ko'paysak, +3 shundaqmi? Shundaq deb baqiribdi bolalar. 2 ni kvadratga ko'tarsak 4 shundaqmi? Shundaq deb baqiribdi bolalar. Bayda eshakning mo'ngizi bor shundaqmi? Shundaq. Xiyoli har yerda uchib yurgan balaning ko'pinchisi birdek to'ladi. Ma'lum keyingi burilib, ochig'ida qo'lidagi bo'rni o'quvchilar atgan gap.
Өсмürlükdən yaşlı qarab yetilayotgan çağlarında öz-özünü tonub yetişing bilan birga izzat, obro'y, tushunchalaringmi tang yetilib mangadi ekan. Odam degan ong shakllangandan boshlab do'stlikqa muhtoj bo'ldi ekan. O'tir maktab mazgilida ifodalangan do'stlikmi o'zgacha mazmunlar bo'ladi ekan. Bizningmi o'zimizga tushlik do'stlik hissiyotlarimiz va ko'nglimiz bor edi. O'ginishni birga qilgandan sirt do'stlar ara maktabning oldida langpong sotadigan langpongchidan langpong ilib bir-birimizni langpong ishga taklif qilishatdik. Yoki bo'lmasa maktabning do'qmishda, ya'ni oblast savdo mehmonxonasining o'dildiroq yerdagi bir cho'chiraxonaga kirib, cho'chira ishga taklif qilishatdik. Bu cho'chiraxonaning egasi Rahmatullo ismli 70larga yaqin suntaqdan chiqib mush cho'chiraxonni mang'uzgan egiz boy ama yavash kishida. Rahmatullo akam cho'chirani haqiqatan ta'mlik etadi. Bo'libmi ziri selib pishirgan o cho'chirning mizlik edi, pishmay turib odamning ishtahlarini qo'zg'atib ketadi. Sen bir topning ichida yashaydi ekansan, ularning kulkisi sening kulkang, yig'isi sening yig'ing, nafsi sening nafsing bo'lgandila, ondan rahat yashaydiganligini his qildi ekansan. Shu topning ichida amon birlari bir ishlarni qilishga boshlamchi bo'ladi ekan, qolganlar agishidi ekan, mayli u to'g'ri bo'lib ketmasmi? Shu chaqda tibbiy maktabga boradigan yo'lda Katayliqdan kelgan qo'g'inchilar qo'g'inlarini yo'lning bo'yiga tizib olib, chapallari yebinchaqlab olib, g'uva chiroq yo'lga yonboshlab yetib turib qo'g'in sotadigan. Yoz hamda oxirlashgan kunlarning oqshomlari mana bizning yotoqdagi hammalarning qo'zg'alib chiqib 2-3 mochandan pul yig'ish qilib, gap kustroq Nijat Voyitni oldiga chiqarib qo'yib, qo'g'in o'lji ilib yeganimiz esimda. Rozi bo'linglar o qo'g'inlarga, Katayliqdan kelgan qo'g'inchi tuqqanlar, biz balla qildik. Ya'ni Nijat qo'g'inchi qarab to'laydi unlik. Va akava, necha puldan satding bu qo'g'inni? Bishkoy. 20 pul beramsa? Nijat qo'g'inni 1,5 qo'yib so'lishib bo'lguncha 5-6 qo'g'in ballarning chatiraqlaridan domlab o'tib bo'ladi. Qo'g'in domlatganlarning ichida hatto Katayliqdan kelgan yavash Rahmatullomi bor. Men atrofimdagi odamlarga, qo'shni sinfdagi saboqdoshlarimga diqqat qilardim. Dars yaxshi ballar bilan o'zaro salom-sal qilib yaxshi o'tatdim. Keyin Beijing Millatlar universitetida o'qib, Asqar Ko'kbörning umrida sazchilib yurgan Dilmurat G'ofur yani do'stlarning yigit bo'lib, oq bir kapkisi bo'ladigan, doim kiyib oladigan. Uy sho'riq tarafda bo'lsa kerak, shu yoqdan keladi. Men Amerikaga tunji manganda Aynur ismli kalpinda tug'ilib cho'ng bo'lib, mendan 1 yilcha burun Amerikaga chiqib ketgan bir aqlli qizning havolasi bo'yicha uning bir xoltisini elib ketmoqchi bo'lib, Aynurning Beijingda xizmat qilgan do'stini izlab bir idoraga telefon qilsam, bir ayol elib bak yaxshi yordam bo'ldi. Anglasam gapidan otish talabi chiqib Siz otishdimmi desam, ha deydi. Shuning bilan telefonda paranglashib qoldim. Bilsam u mush Dilmuratning otishi ekan. Tonish chiqdiq degan gap, ishlar ravon bo'ldi degan gap. Usnatishning Langar kentidan kirgan egiz bo'yliq, ta'tir ustixon Xil ismli bir bola Rabiya xonimning sinfida o'qiydigan bo'lib, u dadasining kichik qog'ini bilan cho'ng dadasi barliq topgan tupkinni xillig'il yegizganmi, ish qilib u bakli qobil edi. Kuch desa, qor kuch desa toza bor. O'qish qadri ahvol. O'zi ig'ir bisiq, qarmoqqa yuvash. Ba'zilarini yuvash ko'rib bozaq qilsa, o dastlab pisand qilmay o'tkazayotganlikdan balla uning ha-hol deb laqam qo'yib qo'yishgan bo'lsa kerak. Men uni ba'zilarning xil xahul deganini anglagan edim. Xahul degan gapni men to'g'ri tushunib ketolmagan edim. Lekin go'mish degan so'zga yaqin sal-pal kamsitish ma'nosi bor tushunatdim. Bir qitim bir shaharlik bola uni yana bozaq qilmoqchi bo'lganida xilil uni kalla qo'yib yiqitib karvatga patirib o'tgan ekan. Shundan keyin uni o'rt-pört deydiganlar yo'q edi. Ba'zida g'ururning dapsanda bo'lmasligi uchun bo'lsa-mi, odamning ko'ziga qonning to'lishi yaxshi ishkan. Başqalarning uningga bergan bahosining aksi keyin men uni xeyli zerak topatdim. Nimishqa demsizlar? Biz oliy maktab imtihon berishga oz qolganda Qashqarda mototsikl remont do'koni ochgan Eminjon ismli aksimni maktabga izlab kelib, dadamning oldida xeyliga yordam qilib qo'yishini taplab ketgan edi. Dadamlar bilan yaxshi tonish degandik. Men va'dam bo'yicha uning oliy maktab imtihon tayyorligiga yordam bo'lgan edim. U mening oliy maktab imtihoni mazgilida o'ziga qilib qo'ygan kichikkina yordamimni. Chunki u keyin universitetga o'tdi. Unutmay shu yili Urumchida o'tkazilgan chelish va boksyor musobaqasida birinchi bo'lganda olgan mukofotiga bir tanlargachilar kiyimini elib rahmat deb ketdi ekan. Oradan 5 yil o'tib oliy maktabni bitirgan yili Usnatishga borsam, Qayroq bozorida uchraq qilib, men bilan paranglashib turgan 10 dak balani oshxonaga boshlab, necha qasqa mant ilib, mening atrofimda turgan 10 necha balani qo'shib mehmon qilgan edi. U hozirmi dadamning ko'zi meni so'rab turdi ekan. Bundaq minnatdorlik tuyg'usi bor odamni xohol demaymiz, uni zerak deymiz. Biz 10-sinf chiqqanda To'xta Moltaji ismli yeliqi yo'l boshlig'uchi filmida Buvayning rolini elib chiqqan artistning qizi Urumchi 14-o'ttirda o'qiyotgan Gul qiz bizga saboqdosh bo'lib qo'shildi. U bizning sinfdagi Anvar Mo'minning va keyin saboqdoshim Mamatjon Umarning ayoli bo'lmish universitet ximiya fakultetida o'qigan Gulnurning tuqqani edi. Biz 1988-yili 7-oyda oliy maktab imtihonini berdik. Men tabiiy fanda 476 nomer olib, shu yil imtihon bergan bolalarning ichida
Qızılsu oblastlik birinci o'rta maktab bo'yicha birinchi bo'ldim. Ya'ni tabiiy fan bo'yicha. Hamda universitetning siyosiy fakulteti qaramog'idagi ig'lik boshqarish kasbiga qabul qilindim. Biz oliy maktabga berib 20 yildan keyin ig'lik boshqarish fakulteti siyosiy fakultetidan ayrilib ayrim fakultet bo'ldi. Shu yildagi oliy maktab imtihonida bizning sinfdan 4imiz bu universitet qabul qilindik. Qaysar Sopur va Shavkat Amin jug'rofiya fakultetiga, Gulqiz To'xti biologiya fakultetiga qabul qilindi. Anvar Talib tibbiy institutning dorigarlik kasbiga, Erkin Aman pedagogika universitetining matematika kasbiga, Nijoat Void tan tarbiya kasbiga qabul qilindi. Munavvar Bakri va Ablay Abliz moliya iqtisod institutiga, Adil Jumaxon va Nurullo Majid sanoat institutiga, Kattayloqdan kelgan Rahmatulloh va Mashhaddan chiqqan Turg'un Ko'mirkan institutiga, Tursunjon Yusuf va Amina Muhammad ham yana bir Amina ismli ikki saboqchimiz Qashqar tibbiy maktab qabul qilindi. Ishqilib, shu yili bizning sinfdagi 40 o'quvchining 80%ligidak turlik maktablarga qabul qilindi.